binoga kirgan odam avvalo o'z muammosini kimga aytishini o'ylamaydi, chunki bu yerda murojaatni qayerga yo'naltirishdan tortib uning yechimini kuzatishgacha bo'lgan jarayon bir tizimga jamlangan. 13-avgust kuni Toshkent viloyatida tashkil etilgan media tur davomida jurnalistlar ana shu tizimning ichki ishlash jarayonini ko'zdan kechirdi. Tashrif davomida ommaviy axborot vositalari vakillariga qabulxonaning har bir bo'limi, murojaatlar bilan ishlash tartibi va fuqarolar uchun yaratilgan imkoniyatlar amaliy tarzda ko'rsatildi. Murojaatni elektron tarzda yuborish, navbat olish, hokim va boshqa rahbarlar qabuliga yozilish, hatto tegishli vazirlik va idoralarga video murojaat yo'llash mumkin. Xalq qabulxonasiga kirishingiz bilan sizni oddiy xodim emas, balki zamonaviy sun'iy intellekt gologrammasi kutib oladi. U sizning murojaatingizni tinglaydi, savollaringizga tushunarli javob beradi va kerakli mutaxassisga yo'naltiradi. Media tur davomida Prezident Xalq qabulxonasi rahbari Farruh Omonov jurnalistlarning bir qator savollariga javob berdi. Hurmatli prezidentimiz bizga shu 13-martda ham qo'ygan vazifalari shundan iborat ediki, Prezident Xalq qabulxonasi nafaqat murojaat bilan shug'ullanish kerak, balkim uni omilini aniqlashda davlat idoralari bilan birgalikda tahlil ham qilish kerak. Chunki tahlil bilan murojaat hal qilmasdan turib, omilni hal qilmasdan turib murojaatni kamaytirish imkonsiz. Muloqotda fuqarolardan kelib tushayotgan murojaatlar, ularning asosiy yo'nalishlari va murojaatlar bilan ishlash samaradorligi haqida ma'lumot berildi. Ma'lum qilinishicha, joriy yilning o'tgan davrda davlat xizmatchilari faoliyati va xatti-harakatlari yuzasidan 29 mingga yaqin murojaat kelib tushgan. Bu ko'rsatkich o'tgan yilga nisbatan 36% ga kamaygan. Shunga qaramay, mahalla raislari, majburiy ijro byurosi, soliq, sog'liqni saqlash, ichki ishlar, bank va ta'lim sohasi xodimlari faoliyati yuzasidan murojaatlar ko'p. Jurnalistlarga yangi xalq qabulxonasining yana bir muhim yo'nalishi vaziyatlar markazi faoliyati ham ko'rsatildi. Bu yerda butun viloyatdagi vaziyat onlayn kuzatib boriladi. Mahallalardan kelayotgan shoshilinch murojaatlar nazoratga olinadi va ularni hal etish bo'yicha ishlar muvofiqlashtiriladi. Diagnostika markazida esa murojaatlar chuqur tahlil qilinadi. Zarur hollarda mas'ul mutaxassislardan iborat ishchi guruhlar tuzilib, muammo bevosita joyiga chiqib o'rganiladi. Ya'ni murojaatni qabul qilish bilan ish tugamaydi, uning yechimi ham nazoratga olinadi. Media tur davomida jurnalistlarga qabulxonada fuqarolar uchun yaratilgan qo'shimcha sharoitlar ham namoyish etildi. Murojaat bilan kelgan fuqarolar va ularning farzandlari uchun zamonaviy bolalar maydonchasi, kutubxona hamda tibbiyot xonasi tashkil etilgan. Eng muhimi, bu yerda har bir murojaat ortida inson va uning muammosi turgani e'tiborga olingan. 2 oy yugurganman. 2 oyning ichida ularning foizlari meni qoniqtirmagan. Chunki juda ham katta foizli bo'lgan. O'sha sababli keyin xalq qabulxonasiga murojaat qilganimda, hattoki xalq qabulxonasi Bekobod tumani xalq qabulxonasida Bekmurodova Gavhar opa shunaqangi yaxshi yordam berdilarki, hattoki kredit olayotgan vaqtimda, kafil topolmagan vaqtimda o'zlari kafil bo'lib berganlarda. Shu 100 million kreditni olishimga o'zlari kafil bo'lib juda ham katta yordam berganlar. Zero xalq bilan ochiq muloqot va uning muammosiga amaliy yechim topish davlat organlari xalqimizga xizmat qilishi kerak degan tamoyilning eng muhim ifodasidir.